Assalomu alaykum do'stlar, siz bilan doktor Mahmud Ergashev. Qisqacha ma'lumot o'zim haqida berib o'tmoqchiman. Men Tojikiston Respublikasining Xatlon viloyatining Jaloliddin Balxiy nohiyasidanman, ya'ni Kolxozoboddan, Uzundanman. Meni soham rus tiliga aytganda сердечно-сосудистая и рентген-endovaskulyarная xirurgiya deb aytiladi. Ya'ni yurak qon tomirlar va rentgen endovaskulyar jarroh. Ya'ni yurak doktori. Ma'lumotim oliy. 2021 yil Altayskiy государственный медицинский universitetini lechebniy fakultetini tugatib va shu yilda Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahridagi Center Almaz va katta kardiologiическое federalniy centrda сердечно-сосудистая xirurgiya bo'yicha ordinaturani o'qib, ishlab, совместно 25-yillar atrofida o'z vatanimizga qaytib kelib, mana 25-yil 1-fevraldan Dushanbe shahrining Qarabolo больницасының 8-kardiologik korpusida mana 1 yil ishladik. 26-yildan esa Xudo xolasa mana yangi больницаga o'tdik. Bu больница Yakum Sovetskiy deydi. Mana shu 1-sovetskiy больницасida o'z faoliyatimizni olib boryapmiz.